Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Siz bilan Playdelisi uz YouTube kanali. Videoni boshlashimizdan oldin siz bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qani biz boshladik. Biz sizlar bilan Delisi 26 da Real Madrid tarkibi haqida gaplashib o'tamiz. Qani biz boshladik. Oldin formatni o'zgartirib olamiz. Avvalo tarkibimizga kuchliroq o'yinchilarni qo'yib olamiz. Masalan, Valverde'ga o'xshagan o'yinchilarni. Qani biz boshladik, Di Maria'ni qo'yib oldik. Endi esa navbat Valverde'ga Trentni almashtiramiz. Bu Real Madridning tarkibini tuzish oson emas, ko'rib turibsiz. Oldingi va hozirgi o'yinchilar aralashmasi desak ham to'g'ri bo'ladi. Hakimining o'rniga Trentni, Teo Hernandesni qo'yib olsak juda ham yaxshi bo'ladi, chunki himoyaga kuchliroq. Qani biz boshladik. Thibaut Courtois bu ham juda chiroyli futbolchi. 97 chiqqan. Bu ham juda ham yaxshi. Biz Milton ko'rib olamiz. Milton prosta bomba futbolchi. 2 donagina yetmay qolgan. 4 ta yuz chiqishiga ikki tomondan ham Rudiger endi 83ligini full qilyapmiz. Teo Hernandez Delisi 24 da olingan. Yaxshi full bo'lgan. Federico Valverde ham 24 ga olingan. Prosta bomba full bo'lgan, bomba. Toni Kroos 24 ga olingan albatta. Bu ham bomba. 100 paslar, 100 kerakli joylar 100 chiqqan ham. Luka Modric ham bomba, har tomonlama kuchli, u ham esa Jubbeli ham menga yoqadi. Xohlasangiz hujumga, xohlasangiz himoyaga ham qo'ysangiz bo'ladi. Universal futbolchi. Angel Di Maria 26 da yo'qolib ketgan futbolchi bo'lib hisoblanadi. U ham chiroyli futbolchi. Kylian Mbappe prosta super full bo'lgan. Super. Boshqa gap ayta olmayman. Ronaldo ham juda chiroyli full bo'lgan. Menga yoqadi. Bosh bilan juda ham zo'r o'ynab qo'yadi. Trent Alexander-Arnold. Bu futbolchi ham prosta bomba full bo'lgan. Isco ham bilasiz Real Madridga nima qanday ishlar qilganini, u ham sariq kartaga full. Vinicius Junior prosta bomba. Birlar yetmay qolgan Vinicius Juniorga chiqishiga. Ashraf Hakimi 4 ta 100 prosta bomba. Ashraf Hakimi ham kimsan James Rodriguez ham akkauntga bor ekan, juda odamni xursand bo'ldi buni ko'rib. Joselo ham bir vaqtlar Real Madridga qanday o'ynagandi barchamiz yaxshi bilamiz. U ham olib qolingan. Va Marco Asensio Real Madrid yulduzlaridan biri. U ham juda ham chiroyli futbol bo'lgan. Afsuski Delisiga o'rnida yo'q. Nacho ham shunday. Prosta bomba full bo'lgan. Nachoni ko'rib turibsiz. Tezligi chiqqan, ikkita chiqqan Nachoni qo'yib olamiz. Yo'q, Nacho yaxshiroq. Mana Real Madrid tarkibini ko'rib oldingiz, prosta bomba. Shunaqa tarkib oladiganlar bormi? Agar shu tarkibni oladigan bo'lsam, telefonlashib, gaplashib ko'rsak bo'ladi. Kommentariyalarga yozib ketsangiz.